Qara Belijan. Avtori Leo Leoni. Dengizning bir bulungida bir top şadıman belijanlar yaşaydı ekan. Ularning hammasi qizil ranglik bo'lib, orasida faqat bir talla belijanlar qora ranglik ekan. Uning qoraligi xuddi Midiya qululusining qipiga o'xshaydi ekan. Uning ismi Qara Belijan ekan. To'limi qo'rqinchli bir kun. Bir tol hem tez üzüdüğün, hem vahşi, hem bekli aşqağın bir tikenbaş biliq, şiddetlik doğullarını tezlik bilen kesip ötüp, üzüp kelginice qızıl belijanların hemmisini bir yalmapla jutib yutibdi. Fakat bichara qora belijanlar qochib ketalabdi. O dengizning bir yeriga qochib berib olib, hem qo'rqibdi, hem tanolik his qilibdi, hem bek azoblanibdi. Dengiz türlük tümen hayatlıqda olgan ekan. Qara Belijan üzüp birinin keynidan biri bir ajoyib g'aroyib dengiz jonliqlarini uchirtibdi. Shunday qilib u qaytadan xushal holatiga kelibdi. U meduzaning bir rangdor meva uyutmasiga o'xshaydiganligini ko'ribdi. Cho'ngraqning bo'lsa, xuddi suv ostida mag'indigan mashinaga o'xshaydiganligini ko'ribdi. O yana g'alati beliqni uchirtibdi. G'alati beliq xuddi ko'zga ko'rinmaydigan yipchilar bilan yoshiringandek ko'rindiki. Va yilon beliqning quyruqi shundoq uzunkanki, qanchalik uzunligini o'zim bilmaydiki. Dengiz yo'sinlari qarasa xuddi o'rmonga o'xshaydi ekan. O'rmonga o'xshaydigan bu dengiz yo'sinlari kamputdek toshlarning ustidan o'sib chiqadi ekan. Dengiz aptapparisi bo'lsa, xuddi shamolda yelpinib turgan hal ranglik palma daraxiga o'xshaydi ekan. Keyin u bir top o'ziga o'xshash belijanlarni ko'ribdi. Xadi toshlar va dengiz yo'sinlarining orasiga mekinib olgan ekan ular. Kelinglar birga uzib o'ynayli, hamma yerni ko'rayli, debdi u xushal xo'ramliq bilan. Bo'lmaydi, debdi qizil belijanlar. Cho'ng beliqlar bizni butunlay yeyitdi. Biroq sizlar u yerda mukinib turavermaysizlar-da, debdi Qara Belijan. Biz cho'qim amal tepishimiz kerak. Qara Belijan o'ylabdi. Keyin u tuyuqsizla shundoq debdi. Topdim. Biz hammamiz birlikda xuddi dengizdagi eng cho'ng beliqdek tang uzayli. U boshqalarga har kimning o'z o'rnida turib, intayin zich uyushgan holda birlikda uzishini o'rgatibdi. Andan ular go'yo yo'g'on bir beliqdek uzishga tayyor bo'lgan chaqda Qara Belijan ularga "Men beliqning ko'z o'rnida turib uzay" debdi. Ular so'g'uq saharlarda va chinqi tushish vaqtlarida uzibdi. Yo'g'on beliqlarning hammasi ulardan qo'rqib qochib ketibdi. Bu kitobni o'qib bergandan keyin bolalardan mundaq bir necha savollarni so'ray olamiz. Eng oddiysi xatirlash xarakterli savollar. Mesela bu hikoyada, bu kitobda asosiy personaj kim? Belijanning ko'rgan 3 narsasini deb bera olamsa, ankim Belijanning akufka hadisonlarini yevetgan beliqning ismini deb beramsa, tikanbash beliq, tunas beliq debmi ilinibdi. Andan keyin Belijan nima uchun okeanda o'zi yolg'iz uzdi? Belijanning yaxshi amali nimati? Ajoyib, g'aroyib degan gapning ma'nosi nima? Belijanning akufka hadisonlarga nima bo'ldi? Agar kichik qizil belijanlar birlashmagan bo'lsa, qanday oqibat yuz beradi? Sen o'zingning botirligini odatda qanday ifodalaysan? Agar belijan okeanusni qazmagan bo'lsa, qanday ish yuz berishi mumkin-di? Belijanga o'xshaydigan birsini sen tunamsa hayotingda. Agar Belijanning akufka hadisonlarini yo'g'on tuna beliq yevetgan bo'lsa-mu, Belijan qo'rqqan, shunda qo'rqib turibmi, yana nimishq okeanusda uzdi? Sence Belijanda qanday bir xarakter bor? Belijan bilan uning yangi do'stlarida sence qanday bir do'stlik bor? Agar Belijan okeanusni qazmagan bo'lsa, nima ish yuz berishi mumkin-di?
Əgər sən şu kiçik qızıl Bilicanlardan biri bolğan bolsan, Bilicanның amalığa işengen bulamdın, işenmegen bulamdın. İşensən neymiş üçün, işenməsən neymiş üçün? Bilicanның planına oxşamaydigan başqa bir planın barmı? Düşəndirib ben. Bilicanның deniz bütməz, tügüməz deniz baylıqları bilan tolğan degan sözüge qoşulamsan, neymiş üçün? Sence kiçik Bilican neymiş üçün Bilicanğa qara Bilicanğa işendi? Əgər sən Bilican bolğan bolsan, bütün hədisəңlərin bir yevetken bolsa, qandaq qıladın? Sence neymiş üçün qoxmay batırıb yoluş bekrak yaxşı? Qızıl Bilicanlar Bilicanның gepini anlap toğru qıldımı?